Allohga xos bo'lgan xislatlarni yig'ishni boshlang. Yaxshilik, ezgulik, nafratni yig'ishtiring. Alamzadalikni yig'ishtiring. Yomon ko'rishni yig'ishtiring. Allohga xos bo'lmagan nimadir topsangiz, ularni bartaraf qilishni, shunchaki qilmaslikni boshlang. O'rtoqlar, jannat bog'chalarida birga yurish nasib qilsin. Jannatlarda ko'rish nasib qilsin. Bu yolg'on dunyo, yolg'onlarga chuv tushmang. Vaqtinchalik hayotda o'zingizni qiynamang. Har bir insonga nafrat bilan qarashni bas qiling. Har bir holatdan xafa bo'lishni bas qiling. Mana bu nafratlanish, xafa bo'lish, yomon ko'rish, bular aldovchi tuzoqlar. Bular o'z ustingda ishlash, shakllanmaslik uchun bahonalar. O'z ustida tinimsiz ishlayotgan inson ham siqiladi.